Qani, kelyapti. Qani, davay. Osh Nima bu? Oshdan keyingisi yo'q. Hazil bilan oshdan keyingisi. Azizlar, Andijon Asakada Yuna Milk degan yangi muzqaymoq chiqayotgan, logosini ham ko'ryapsizlarmi? Jahon chempionati. Demak, Ibrohim, yeb ko'ramiz. Yaxshi bo'lsa, tadbirkorlarga, ishbilarmonlarga taklif qilamiz. Bemalol hamkorlik qilib, mana shu yozda jahon chempionatida savdolarni yurishtirib, buni orqasidan millioner bo'lib ketgan odamlar bor, qani? Lekin menga ko'proq upakovkasi yoqdi. Borib FIFAni eslatyapti. Qani, bismillah. Ochig'i yorib ukam. Mana tomosha qilib turibdi. Uka, beringiz, oling. Men hozir birinchi marta yeb ko'rganimni emotsiyasini olmoqchiman. Bismillah. Yo, lekin zo'r ekan, shundoq qaymoni mazasi kelyapti. Maslahat beramiz. Lekin aka, bildingizmi, barakali ekan, katta ekan yana, bor. Hurmatli tadbirkorlar, katta do'koni borlar, ko'rsatilgan telefonlarga qo'ng'iroq qilinglar. Jahon chempionati davrida bunaqangi dizaynli marojniy va bunaqangi tam bilan prosta uchadi. To'g'ridan-to'g'ri qo'ng'iroq qilib hamkorlik qilishingiz mumkin bo'ladi. Yuna Milkdan jahon chempionati FIFA World Cup muzqaymog'i.